Sosiskangiz bo'lsa, bu mazali taomni tayyorlab ko'rmasligingizni iloji yo'q. Sosiskalarni xuddi videodagi barrak shaklida to'rab olamiz va qozonga ozgina yog' solib, oldi-orqasini qizartirib qovurib olamiz. Chiroyli qilib qizil qilib qovurib olgan sosiskalarimizni boshqa idishga olib turamiz. Endi tavamizga mayda qilib to'g'ralgan piyoz, ko'k chesnokni solib, yaxshilab o'lgungacha qovurib olamiz va ustidan qizil bolgari, ko'k bolgarimizni solib, yaxshilab yana 5-10 minut qovurib olamiz. Har bir ovqatda mazasini ideal qilib beradigan tuz va paprikadan solib, yaxshilab yana ozgina qovurib olamiz. Hamma magazinlarda topishingiz mumkin bo'lgan tomatni sokdan solib, oldindan yuvib tayyorlab qo'ygan guruchimizni solamiz va birov aralashtirib, ozgina suv solib, dimlab qo'yamiz. 10 minutdan so'ng mazali bo'lib pishgan guruchlarimizni o'rtasiga pishirib olgan sosiskalarimizni solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. To'g'risini aytsam, agar sizlar bundan tayyorlab ko'rsanglar, tavani o'zida yeb ko'rginglar keladi. Lekin madaniyatli bo'lib, chiroyli idishlarga suzib va ustidan ozgina ser sepib yeb ko'ramiz. Oddiygina sosiskadan ham shunaqangi mazali taom tayyorlash mumkinligiga qoyil qolib ketasiz. Albatta videoni saqlanib qilib, menga podpiska bo'lib qo'ying.